Ha, shkatorka urish jarayoni boshlandi. Tugayapti o'zi yuqori. Boshlandida. Ha, podpravili tugatamiz. Erta chistovan uramiz nasib biz. Podpravili to'liq bo'ldi, mana shu qism qoldi ozgina. Xatolar biladi, pollari biladi. Mana bu qismimizga ham uriladi. 30 mingdan qilib berilyapti. Shogird qumniyla. Shop. Bitti. Aravan Sang'alla. Shogirdchalar zamonaviyda. Shogirdlar kallasi bola tayyorlash kerak, qoqish kerak. Mana jilka qilamiz hozir. Pravlaga ham chiqqan. Hali ishlar bayana ozgina. Pravlaga ketdi. Nasib bo'lsa jarayonlarni ko'rsatib boraveramiz. 30 mingdan Qashqadaryoga bilan. 400 kvadrat. Bak satullarni ham chaqab yuvinglar hammasini. Lagan. Shogirdlarni shunday bo'lish kerak. Ish tugagandan keyin shot qilib tozalab qo'yish kerak istirmay. Hozir nima qilamiz? Hozir endi qilyapsiz-da. Shappilla. Qanaqa ustozing? Shappilla shogird. Hunarda o'rgan, hunarda. Erta chistovan uramiz, yana video qilamiz. Shot qilamiz. O'rgan. Böyle. Pravila. 400 kvadrat bo'lgan joy nasib bo'lsa boshladik. 22 aprel 2025-yil bugun nasib bo'lsa Qashqadaryo viloyat Kasb tumanida joyimiz. Mana bu qismimizni ham boshladik. Birinchi mana shu ikkovini qilib beramiz. Polpatalarni qilib o'sha ko'chiladigan narsalarni ko'chirib, keyin katta ob'yom boshlaymiz. Nasib bo'lsa. Kuzatib boringlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Qoraman TV va Usta Tohir YouTube kanallariga obuna bo'lib qo'yinglar. Har kunlik foydali videorolik chiqarib boramiz. Kech bo'lib qoldi, shuning uchun sal tomni bo'lib qoldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga rahmat. Shuni ham tushiraylik. Obuna bo'linglar, like. Obuna bo'linglar, bosinglar ustalarga. Sizlar uchun hammasi. Foydali kontent chiqarib boraveramiz nasib bo'lsa. Mana, ko'ring. O'rganing, kerak bo'lsa. Ilm oling.